Buxoroda 11 yoshli bola xususiy klinikada siftraksion ukoli qilinishi oqibatida vafot etdi. Bu haqidagi reportajni hozirgina ko'rsatuvimizda namoyish etdik. Uning davomida marhumning yaqinlarining ma'lum qilishicha, bola yengil shamollash bilan klinikaga olib borilgan. Shifokorlar unga siftraksion antibiotikini probasiz, ya'ni sinovsiz qilishganini bolaning yaqinlari aytishmoqda va bu ukol qilinganidan keyin bola shifokorlarning nazoratisiz qolib ketgan. Natijada dori bolada reaksiya bergan va uning ahvoli og'irlashgan. Bolaning buvisi reportaj davomida aytishicha, uning ahvoli og'irlashganidan keyin ham bu haqida shifokorlar yashirishgan va bolani yaqinlariga, otasiga 5 soat davomida berishmagan. Juda ham achinarli holat. Albatta marhumning yaqinlariga ham dardman va aytmoqchimanki, har qanday antibiotik va ayniqsa siftraksion